qaddim kirib urug'da qoyasida yuribman. Davramizning badiiy maydoniga otajonimizni cho'lab bo'lamiz. Bugungi o'yinlarga marhamat Farhod Abdazov barcha mehmon joylarida davramiz sizlar uchun yashadim hech sunmadim dadamni soyasida. Marhamat Farhod aka, kelasiz davramiz bizni o'tkazib, albatta yo'llarga Sharofat onajonimizni ham chorlab qolamiz. Topganlarim to'y bo'ldi, so'yganlarim to'y bo'ldi, topganlarim Yaqinlar, onajonlar, yaqinroq kevorasizlar, marhamat sahnamizga hammalar taklif etamiz. Yaqin kevorasizlar, marhamat. Umrimizning bir gavharidir. Tinchlik omonlikda o'tgan har bir tong Allohning bizlarga xush xabaridir. Avvalambor assalomu alaykum, mana shunday fayzli xonadonni gurga nurga to'ldirtirgan aziz mehmonjolarimiz. Mana shu fayzli xonadonni aziz otajoni, bugungi shukronilik ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Payg'ambarimizga ummat bo'lgan bugungi 55 bahoringiz muborak bo'lsin. Albatta bugun barcha yaqinlar bilan birgalikda biz ham agentligimiz tomonidan qalbimizdagi eng samimiy ezgu tilaklarimizni qalbimizga mustojo aylab mana shu fayzli xonadoningizga Bismillahirrohmanirrohim deb tashrif buyurganmiz. Bugun 3 ta farzandni o'ndirib, o'stirib, bugungi kunda ularni rohatda ko'rib turgan dilbatlaringiz albatta Lazizaxon, Umidjon, Jazibekjon qaddardagi samimiy tilaklarini biz uchun yo'llashni, sizni mana shunday fayzli xonadoningizga bizni chorladilar. Albatta bugun farzandlaringiz yaxshi niyatlar qilibdilar. Bugun uyimizda katta bayram shodiyonasi. Buni sababsi bizni padari buzruklarimiz, suyanchimiz, tog'imiz, yiqilsak qalqonimiz, albatta onajonimizdan yodgorimiz, dadajonimizning tug'ilgan kunlari. Ularni xursand qilishni xohlaymiz. Ularni ko'ngillarini ko'tarishni xohlaymiz. Onajonimiz ko'rmagan kunlarini bugun dadajonimizga hadya etishni xohlaymiz. Albatta bugun dadajonimiz eng yaxshilariga, eng go'zallariga, eng chiroylilarga loyiqdilar. Bugun otamni qanday so'zlar bilan mat qilsangiz ham, qanday so'zlar bilan ko'ngillarini ko'tarsangiz ham kam. Chunki dadajonim yiqilsam qalqonimlar, suyansam suyanchim tog'imlar, albatta yonimda turgan padari buzrukvorimlar baxtimga har doim sog' bo'lsinlar. Mana shu chiroyli yuzlari hech qachon g'am ko'rmasinlar, yomon kunni ko'rmasinlar. Ilohim otam dard ko'rmasinlar. Biz farzandlar uchun qilgan har bitta mehnatlarini Allohim o'zini ajr savoblari bilan to'ldirsin. Ba'zida otamning yuzlariga ma'yus boqib, yuzlariga tikilib qarab, otajon, sizni haqqingizni, biz uchun qilgan mehnatingizni haqqini qanday ado qilamiz deya o'ylanib qolaman. Bugun otajonimning yuzlaridagi ajinlar, qo'llaridagi qor-qorovlar biz farzandlar uchun qilgan mehnatlari orqasidadir. Yemay yedirdilar, ichmay ichtirdilar, kiymay kiydirdilar. Biz farzandlar nimaniki xohlasak, birinchi bo'lib muhayyo qilgan aziz insonimiz dadajonimiz bo'ladilar. Bugun yonlariga yarashib turgan Sharofat onajonimiz ham bo'ladilar. Qaysilarsiz bo'lasizlar Sharofat onajonim? Siz bo'ling, yaqinroq keling. Otamning yonlaridan turib oling. Bugun otamning yonlariga yarashtirasiz albatta. Bugun Sharofat onajonimiz bilan qo'sha qarsinlar. Biz farzandlarni rohatda ko'rib yursinlar. Bizni chiroyli qilib tarbiyalab, bo'rimizga kamon bo'lib, yo'g'imizni to'ldirib, otamni istig'ini, savog'ini qilib, biz farzandlarni chiroyli qilib duo qilib turdilar. Ularga ham rahmatimizni aytamiz. Allohim umrlaringiz uzoq bo'lsin. Bizning baxtimizga sog' bo'linglar, qo'sha qaranglar. Bugun farzandlaringiz yaxshi niyatlar qildilar. Allohim otamizni, onamizni umra safarlariga, haj safarlariga jo'natib, qalblarini iymon, e'tiqod nurlari bilan to'ldirib, uyimizga oppoq farishtalardek oq liboslarda hoji otalar, hoji onalar qilish niyatimiz bor. Bugun mana shu maqsadimiz yo'lda
otamiz bilan onamizga birinchi qadamni qo'yganmiz deya mehr qo'yib yolg'on dunyoga. Qachongacha davron suramiz, sajda qilib qodir Xudoga. Ota, ona yo'ling hajga boramiz deya qalbimizga taskinlik berguvchi eng aziz kitobimiz Qur'oni Karim kitoblarini, joynamoz va tasbirlarini bugun farzandlar tomonidan otamiz va onamizga tashrif qo'yamiz. Marhamat. Onajonim mana, onajonim mana, hali ham yonimda. Biringiz saodati, biringiz jannati, tugamassiz uchun aytilar rahmati. Biz uchun haromda, quvonchga to'yingda, 80-90da yasharib yuringda. Dadajonim mana, onajonim mana, oladi ikkimiz yagonam mana. Dadajonim mana, onajonim mana, hali ham yonimda parvonam mana. Kechagi kun sira ertaga qaytmaydi. Ushbu kunlarga hech nima yetmaydi. Borimni berayman, o'tib erkalayman. Siz uchun bugun shu xudan kuylayman. Dadajonim mana, onajonim mana, oladi ikkimiz yagonam mana. Dadajonim mana, onajonim mana, hali ham yonimda parvonam mana. Bir bora muborak bo'lsa, albatta otajon xursandmisiz? Kutganmidingiz surprizlarni? Yo'q, albatta surprizlar kutilmagan daqiqalarda, kutilmagan onlarda mana shunday xonadoningizga bostirib kelaveradilar. Albatta otajon umringiz sog' bo'lsin. Bugun kimga tashrif buyurganlar mehmonlarimizdan? Otajon xonadoningizga. Opamlar. Albatta. Opajonlar, onajonlar, opa-singillar, albatta bularning hammalari bir maqsad yo'lda. Bugun sizni tabriklash uchun tashrif buyurganlar. Keling, mana shu mehmonlarimiz bilan birgalikda hammalaringizni bir chiroyli davra raqsiga taklif etib, davramizni ko'tarinki ruhda davom etamiz. Maylimi, otajon? Marhamat, eng chiroyli qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Marhamat, hammalarimiz kelinglar, onajonlar, opa-singillar. Qaysi makon sarvari, Feruza yoqutli sanay, qaysi koni gavhari. Sana
Ağacalımda al, sarı yanımda kal. Sözlegende labından bal damadı bal. Çözüm oynama, bana bir ara. Niyatlar qilib otajonimizni, onajonimizni umrlaridan qolgan qisqa shirinliklar gibi tatli va shirin o'tsin deb bugun farzandlaringiz sizlar uchun shirinliklar taqdirlagan ekanlar. Marhamat barcha nabiralar kelasizlar otajonning yonlariga. Bugun bayram tortlarini guldiroz qasaga lavan davramizning Madiy maydoniga cho'llab qo'yamiz. Marhamat. Marhamat shirinliklarimizni olib kelasizlar. Barcha nabirajonlar mehmonjolar birgalikda. И самых преданных друзей.
bayramlaringiz yana bir bora muborak bo'lsin. Har bir kuninglar mana shunday fayzli tantana bilan o'tsin. Bugun otajon fayzli xonadoningizga qutlug' qadamlar, yaxshi niyatlar, dilak qablariga yaxshi niyatlarni mustajoylar mehmonlarimiz tashrif etganlar. Mana shu mehmonlarimiz domlardan Olim akamizdan, Damin akamizdan davrimizning badiiy maydonidan cho'lab qilamiz. Bugun siz uchun yaxshi niyatlarni birgalikda eshitamiz. Akajonlardir, marhamat akajonlarimiz, davramiz sizlar uchun muntazir. Olim akamiz, Damin akamiz. Vallahi diyorlar huzurlu gördüm. O da bir yavru yaşap, kilesilerde böyle hep bir görüşmeler açmışlar. Benim tarifim bizlerge Ormana kuşaklar, şuvalları, vakti komalgını ko'rib yurgan. Endi uni jonimni ham o'ylantirib, uyda katta to'ylar qilib, kelinlarning ruhlari shod bo'lsin, oxiratlarida obod bo'lsin. Mana bolaginalarni qo'llab-quvvatlab bersin. Bu kelinlarga Xudoy uzoq umr bersinlar. Ikkovlarini qo'sha qadrlab, shu uyda katta to'ylar bo'lib, yuzlarga kelib hammamiz jamijon yuramiz. Akajon tabriklayman. Tug'ilgan kunlaringiz bilan, bayramlar bilan, ilohim kelinim bilan qo'sha qaring. Ota-onamni ruhlari shunda qo'llasin, kelinni ruhlari qo'llasin. Bu kelin bilan qo'sha qarib, uzoq umr ko'rib, farzandlaringiz olayim. Sizlarni hojatda hojona qilishda Allohdan so'rab qolaman. Hamma sog'lik kelganlar yaxshi niyatlarga yetsin. Hammaga rahmat. Sağ olun, uzoq umr ko'ring. Assalomu alaykum hammaga. Yuqorida ajoyib so'zlar, tilaklar bo'ldi. Farhod, seni tug'ilganingni eslayman-da. Sen tug'ilganingda otam Xudoramadi juda ham xursand bo'lgandi. Ismingni Farhod qo'yishiga sabab bu hammasi otamning xursandchiligidan edi. Otam Xudoramadi joylari jannatda bo'lsin, bir ajoyib inson edi. Senga omad tilayman, oila baxt tilayman. Mana shu farzandlaringning rohatini ko'rishni tilayman. El ichida obro' e'tiborli inson bo'lishingni tilayman. Oilangga baxt, saodat, tinchlik, totuvlik, qiladigan ishlaringga xayr, barakot. Alloh bergan nabiralaringni huzurini ko'rgin. Shu nabiralar senga xizmat qiladigan bir ajoyib yigitlar bo'lib o'ssin. Ana yoningda bir ajoyib o'g'ling Umidjon bor. Ana o'ng tarafingda Jasurbek turibdi. Bularning rohatini ko'rish Allohim senga nasib qilsin. 55 yosh uzoq umr, yaxshi hayot. Buni yaxshi yashash undan ham yaxshi. Mana akam chiroyli tilaklar bildirdi, apamlar. Men hammasiga qo'shilaman-da. Men bunaqa tadbir bo'ladiganini bilganimiz yo'q bizlar. Bizlar ham bilganmiz yo'q. Bizlar dard durustdan er-xotin kelamiz, borasanmi deb kelganmiz. Endi xas sovg'asiga peshanangizdan bitta o'qib qo'yaman, shuni o'zi milliard dollardan ziyoda bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Rahmat, tug'ilgan kunlaringiz yana bir bora muborak bo'lsin. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Har birlaringizni xonadonlaringizda mana shunday chiroyli kunlar ko'payaversin. Otajon, otamni yo'llaridan turib oling, marhamat. Ketib qolmaysiz, yo'llarini turib oling. Otamning ham chiroyli niyatlari bor ekan sizlar uchun, farzandlar uchun birgalikda eshitamiz. Marhamat, Farhod ota. Aka-ukalaringiz uchun, opajonlaringiz uchun, farzandlaringiz uchun chiroyli duolaringiz, marhamat. Assalomu alaykum. Abim meni kutmagandim. Qizimni o'g'lim qilgan. Ko'y sog' bo'lsin. Degan shu rahmat. Akamlar, apamlar chiroyli tilaklar bildirdi. O'zlariga o'qish qilinglar. Sog' bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Allohim farzandlaringizni baxtiga, sog' salomat
joy ketib qolmang, keling yonlarda. Dunyo turguncha turing, marhamat. Tohir ota, apa ukalaringiz bilan birgalikda bir chiroyli davr qissaga taklif etamiz. Marhamat. Jigarjonlar bilan birgalikda hammalaringizda. Mana o'zim bir yo'la Marhamat, xolajonlar, mo'yjonlar, jo'jonlar. Mana o'zim bir yo'la
xursand bayramlaringiz yana bir bora muborak bo'lsin. Ana davramizga hammalaringiz kelsanglar, mana shu kunlaringiz hammalaringizga chiroyli bo'ldimi? Albatta. Bugun sizni ozgina bo'lsa ham xursand qila olgan bo'lsak, yuzingizga tabassum ulashib olgan bo'lsak, farzandlaringizni ajoyib hajaliklarini dillardagi yaxshi niyatlarni yetkazib, mana shu fayzli xonadoningizga o'zimizda ozgina bo'lsa ham tug'ilgan go'sht-go'ximizni salom olgan bo'lsak, yagona tabrik agentligi bag'oyatda xursandmiz. Har doim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kipriklarimiz, ko'zlarimizni qanday asrasa, Allohim ham sizlarni shunday asrasin. Tug'ilgan kunlaringiz, bayramlaringiz yana bir bora muborak bo'lsin. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tug'ilgan kunlaringizni yaxshi nishonlaylar. Mana shu chiroyli guldiroz qarsanglar bugun hammalaringiz uchun bayramlaringiz muborak bo'lsin. Marhamat, safimizni buzmaymiz, tabassumlar rasmga chiqib qo'ydilar.